24 bab. İsraillarga Parvardigarning yana g'azib keldi-da, Davud podshoni İsraillarga qarshi qo'yib, uningga: "Sen berib İsrailiya va Yahudiyaning jang qilishga qodir odamlarini sanab chiq", dedi. Shuning bilan Davud o'z qo'shinining bosh sarkardasi Yoabga buyruq qilib: "Sizlar İsrailiyaning har qaysi qabillarini Dandin toki bahar shabog'icha aralab, jang qilishga qodir odamlarni sanab chiqinglar. Men ularning sonini bilishim kerak", dedi. Vaholanki Yoab podshohdan: "Parvardigor xudolari lashkarlarning hozirgi sonini 100 hassa oshirg'ay. Podshoh oliylarga ularni o'z ko'zlari bilan ko'rish nesib bo'lg'ay. Podshoh oliylari nima sababdan bunda qilishni istab qoldilar?" deb so'radi. Lekin podshohning so'zi Yoab va sarkardalarning so'zidan ustun keldi. Shunda qilib ular podshohning huzuridan chiqib, İsraillarning lashkarlarini sanashga yurib ketdi. Ular Yordan daryosidan o'tib, daryo vodisidagi Aroyer shahrida va vodining o'tirsidagi boshqa bir shaharda lashkarlarni sanashga kirishdi. Keyin ular Gad zeminini besib o'tib, u yerdan Yazir shahrigacha bordi. Keyin ular yana Gilatga va Xitlarning zeminidagi Kadesh shahriga bordi. Ular u yerdan Dan yoniga berib, Sidonni aylanib o'tib, Kir qalasiga, keyin yana Xivla va Kinonliklarning hamma shaharlariga bordi. Oxirda ular Yahudiyaning eng janubidagi Bershabaga yetib bordi. Ular butun zeminni aylanib chiqib, 9 oy 20 kun bo'lganda Yerusalimga qaytib keldi. Yoab lashkarlarni tizimlash ahvolidan podshohga ma'lumot berib, mundaq dedi: "İsrailiyada jang qilishga qodir 800 ming odam, Yahudiyada 500 ming odam bor ekan." Davud lashkarlarning sonini elib bo'lgandan keyin vijdoni qattiq azoblandi. U Parvardigorga: "Lashkarlarning sonini elib, ig'ir gunoh o'tkazibdiman. Ah, Parvardigor, qulingning gunohidan kashkaysan. Men to'limu ahmoqona ish qilibdiman", dedi. Ertasi Davud o'rnidan turganda, Davudning xizmatida bo'layotgan g'oyibni bilguchi Gadga Parvardigordan vahiy kelib mundaq dedi: "Sen berib Davudga aytqin, menki Parvardigor sening oldingi 3 turlik jazoni qo'yiman. Ularning ichidan birini tanlab ol. Tanlagan shu jazoyingni men sana tushiraman." Shuning bilan Gad Davudning huzuriga berib mundaq dedi: "Zeminlarda 7 yil ocharchilik bo'lsinmi? Yoki dushmanlarining oldida 3 oy qechib yuramla? Yoki bo'lmasa zeminlarda 3 kun vabo tarqalsinmi? Bularni yaxshiroq o'ylab ko'rsizlar. Meni avatkuchiga qaysi javobni berishim kerak?" Davud Gadga mundaq dedi: "Men ig'ir ahvolda qoldim. Nemila bo'lmasin, insonlarning qo'liga emas, balki Parvardigorning qo'liga tushayli. Chunki u mehr shafqatlikdir. Shunda qilib, Parvardigor Isroiliyaga shu kuni sahardan boshlab belgilangan vaqtgacha vabo tarqatdi. Dandin Bershabog'icha bo'lgan zeminda 70 ming odam o'ldi. Parvardigorning farishtasi Yerusalimni vayron qilishga qo'l ko'targanda, Parvardigor ularni jazolash niyatidan yondi va vayron qilguvchi farishtaga: "Yetar endi, qo'lingni tart", dedi. U chaqda Parvardigorning farishtasi Yebuslardan bo'lgan Aravnaning xomnida turadi. Davud xalqni qirgan farishtani ko'rib Parvardigorga: "Gunoh qilgan men, razillik qilgan men,
qo'ydek beguna bu xalq nima gunoh qildi? Meni va ota jamatimni jazolag'aysan, dedi. G'oyibni bilguchi Gad shu kuni Davud podshoning yeniga kelib uningga: "Siz Yebuslardan bo'lgan Aravnaning xominiga berib, u yerda Parvardigorga atab bir qurbonlik supisi seling", dedi. Davud Parvardigorning Gad orqali qilgan amri bo'yicha dal shu yerga bordi. Aravna Davud podsho va uning odamlarining o'zi tarafga kelayotganligini ko'rib, uning oldiga chiqib, yerga bosh qo'yib, podshohga ta'zim qildi va: "Ey podsho oliylari, qandoqlarcha fikrlarinikiga qadam tashrif qilib qoldi-lekin?" deb so'radi. Davud podsho: "Xalq ichiga tarqalgan baboni yo'qotish uchun sening mushu xominingni setib elib, Parvardigorga atab bu yerga bir qurbonlik supisi salay deyman", deb javob berdi. Podshoh oliylari: "Elevasizlar, nemini xolisizlari shuni qurbonlik qilg'aylar. Mana bu yerda ko'ydirma qurbonlik uchun o'kizlarimni, o'tin uchun xaman tepadigan yog'och taxtamni va o'kizlarning bo'yin turuqlari turibdi. Podsho oliylari, bularning hammasini fikr o'zlariga inom qilay. Parvardigor o'zlaridan rozi bo'lsin", dedi Aravna. "Yo'q, men bularni o'z bahosida setib olaman. Bekorga kelgan narsalarni Parvardigor Xudoyimga ko'ydirma qurbonlik qilmayman", dedi podsho Aravnaga. Shuning bilan Davud xaman va o'kizlarni 50 kumush tangiga setib oldi. Davud shu yerda Parvardigorga atab bir qurbonlik supisi selib, ko'ydirma va omonlik qurbonliklarini sundi. Parvardigor Isroiliya zemini uchun qilingan duolarni qabul qildi. Shunda qilib vabo Isroillar orasidan yo'qoldi.